Ana endi siz har bitta faslda daraxt nimaga kesilishini bilib oldingiz. Qishga yoki bahorga kesish degan tushunchalarni ko'p eshitgansizlar. Qaysi vaqtda qanaqa daraxt kesilishi va nima maqsadda kesilishini aytib beraman. Videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Qishga kesish asosan nok va olma daraxtlarida amalga oshiriladi. Yetilgan daraxtlarda bunda daraxt shaklini tutib turish va ortiqcha mevalarini kamaytirish maqsad qilinadi. Bahorgi kesish bo'lsa, asosan daneli mevalarda o'rik, olxo'ri, shoftoli, bodomda amalga oshiriladi va yuqoridagi maqsadlarda olma va nokni qandoq qishda kesgan bo'lsangiz, shu maqsadda faqat bahorga olib chiqib turib kesasiz. Bunda asosiy ko'zlangan maqsad daraxtdan kamroq yelim chiqishi va kamroq kasallanishi. Bahorgi kesish davrida yosh ko'chatlarni ham kesishingiz mumkin, ya'ni bahorga taqabroq, qishdan chiqibroq kesiladi va bunda ham asosiy maqsad daraxtlarni qishda kesganingizda sovurib ketishini oldini olish hisoblanadi. Bundan keyingi kesishimizda yozgi kesish asosan shaftoli va o'rikda amalga oshiriladi va bu kesish so'ruvchi novdalar, mana shunaqa uzun o'sib ketgan novdalarni olib tashlab, quyoshchi yorug'likni daraxtni ichki qismiga olib kirish uchun amalga oshiriladi. Endi kuzgi kesuv qoldi. Kuzgi kesuvda asosan bo'yi baland bo'lib ketgan daraxtlarni bo'yini pasaytirish maqsad qilinadi. Ana endi siz har bitta faslda daraxt nimaga kesilishini bilib oldingiz. Sizni tanishlaringiz ham buni bilib olish uchun ularga jo'natib qo'ying va bizning profillarga obuna bo'ling.